O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaga, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig'matullo Yo'ldoshevga, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati boshlig'iga. Men Yakubov Umidbek Kamilovich 2000-yilda Xorazm viloyati Urganch shahar Istiqlol ko'chasi 18-uy 3A manzilda joylashgan uyimiz davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi va Avesta bog'i qurilishi munosabati bilan buyum arizasiga asosan mening nomimga Urganch shahar hokimiyati tomonidan 1-noyabr 2000-yil 941-sonli qaroriga asosan yangi uy qurish uchun yer uchastkasi ajratib berilgan. Uy hozirgi kungacha mavjud, ammo avariya holatiga kelib qolgan. Qisman noma'lum shaxslar tomonidan buzib, talon-taroj qilingan. Biroq ushbu uy buzilishi kerak bo'lgan uy uchun kompensatsiya puli to'lanmagan. 2000-yilda uyga tegishli barcha hujjatlarni tuzilgan maxsus komissiya a'zolariga topshirganman. Kompensatsiya puli haqida tuzilgan maxsus komissiya a'zolariga murojaat qilganimda, qachon uyingni buzishga kelganimizda o'sha payt to'lab beramiz deyishgan. Oradan 26 yil o'tdi, hech kim uyni buzishga kelmadi. 2024-yil dekabr oyida Rossiya davlatidan ishlab uyimga qaytib kelganimda, davlat idoralariga murojaat qilganimda, Ichki ishlar vazirligi bazasida mening doimiy ro'yxatga olinganligim haqida ma'lumot mavjud emasligi aniqlandi. Fuqarolik pasportimda shu manzil bo'yicha doimiy ro'yxatga olinganligim haqidagi muhr saqlanib qolgan. Fuqarolik pasportimni yangilagan paytimda ham shu yerda doimiy ro'yxatda bo'lganligimni tasdiqlab 11-may 2016-yil muhr qo'yib berilgan. Doimiy yashash manzilini tiklash uchun Ichki ishlar vazirligi pasport stoliga murojaat qilganimda, ular ro'yxatga qo'yish uchun uyning kadastr raqami kerakligini va olib borgan kunim ro'yxatga qo'yib berishlarini aytishgan. Uyning barcha hujjatlari 2000-yil uy davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan tuzilgan maxsus komissiya tomonidan yig'ib olingan. Buni tuzilgan maxsus komissiya xulosasi va Urganch shahar hokimining 1-noyabr 2000-yildagi 941-sonli qarori tasdiqlaydi. Muammo mahalliy idoralarda hal bo'lmagach, 2025-yil iyun oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasiga murojaat qildim. Oradan 1 yil o'tishiga qaramasdan murojaatlarim mazmunan ko'rib chiqilmadi yoki yuzaki hech qanday hujjatlar bilan tasdiqlanmagan ma'lumotlar bilan yopilib ketdi va muammo hal bo'lmadi. 100 ga yaqin murojaat yo'llagan bo'lsam, shu murojaatlarning ko'pchilik qismida murojaatlar qayta ko'rib chiqilishi va xodimlar xatti-harakatlariga huquqiy baho berish so'ralgan. Murojaatlarimga berilgan javob xatlarining barchasida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunning tegishli moddalariga asosan javob xatidan norozi bo'lsangiz sudga yoki yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin deb yozilgan. Men barcha tashkilotlarga murojaat qildim va muammomga yechim topmadim. Tashkilotlarning ko'pchilik qismi kompensatsiya masalasida tegishli hujjatlarni yig'ib sudga murojaat qilishimni maslahat berishgan. 2025-yil Xorazm viloyat hokimligi tavsiyasi bilan Urganch shahar tumanlararo fuqarolik sudiga da'vo arizasi bilan borganman. Birinchi arizamni pochta xarajatlari to'lanmaganligi sababli da'vo arizam qaytarib yuborildi deyishdi. Ikkinchi arizamni umuman qabul qilishmadi. Sud xodimining gaplariga qaraganda fuqaro kam ta'minlangan oila reyestrida turishiga qaramasdan davlat bojidan ozod etilmaydi deyishdi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida har kimga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlarining hamda boshqa tashkilotlarning ular mansabdor shaxslarining qarorlari, harakatlari va harakatsizligi ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi deb yozilgan. Mening vaziyatimda esa davlat bojini to'lamasam, men bu huquqdan mahrum bo'laman ekan. Demak, puling bo'lsa o'z huquqingni talab qilib sudga murojaat qila olasan, puling bo'lmasa yo'q degan xulosa bo'lyapti. Bu esa konstitutsiyaga zid hisoblanadi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Agarda davlat tashkilotlari bir-birlarini himoya qilsa, fuqarolar huquqlarini kim himoya qiladi? Sizlarga murojaat qilishimdan maqsad mening O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida kafolatlangan huquqlarimni tiklab berishlaringizda amaliy yordam ko'rsatishlaringizni so'rayman. Hurmat bilan, Yakubov Umidbek.